Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan buzoqlarni ich o'tish, ya'ni diareya haqida gaplashamiz. Bu ko'pchilik shu fermer xo'jaliklarida asosiy kasallik hisoblanadi. Turlarni bosh og'rig'i hisoblanadi. Bu kasallik yangi tug'ilgan buzoqlarda kuzatiladi. Bir oygacha bo'lgan qismida juda tez o'tadigan kasallik hisoblanadi. Buni viruslar, bakteriyalar, parazitlar keltirib chiqaradi. Viruslardan koronavirus, rotaviruslar, bakteriyalardan Escherichia coli, kalibakterioz kasalliklar, salmonelloz, parazitlardan esa giardia, eymeriya kabi parazitlar keltirib chiqaradi. Bundan tashqari infeksion bo'lmagan sabablari ham bor. Ya'ni noto'g'ri sut berish, yuvilmagan soskalar, idishlarda sut berish, ko'p miqdorda buzoqlarimiz sut ichib qo'ysa ham bularda o'sha diareya kuzatiladi, ich o'tishi. Buzoqlarga aniq diagnoz qo'yib turib, diareyani davolasa, samarasi yanada yuqori bo'ladi. Hop, bizni o'sha fermer xo'jaligimizda maxsus testlar orqali tekshirib ko'rganimizda buzoqlarimizda rotavirus va koronavirus tufayli kelib chiqadigan diareya kuzatilgan. Biz shu asosga, shu holatga ko'ra davo turlarini tuzib chiqamiz. Antibiotikdan foydalanamiz. Kompleks ravishda tilazin hamda diktin. Bular 3 kun bir mahaldan qilib boriladi. Buzoqlarni ichib o'tganda immunitet pastlab ketadi. Immunitetni ko'tarish maqsadida vitamin preparatidan foydalanamiz. Keyin o'sha yallig'lanishga qarshi, og'riqni tushirish, isitmani tushirishda o'sha ketoprofen tarkibli preparatimizdan foydalanamiz. Buzoqlar ichib o'tganda suvsizlanadi. Suvsizlanishdan oldin o'rnini bosish uchun natriy xlor, quvvat bo'lish maqsadida glyukoza, ringerlaktat, disol shulardan qon tomiri orqali, vena qon tomiri orqali yuboriladi. Keyin buzoqlar o'sha ichib o'tgan paytda yunlari to'kiladi, asosiy belgilari. Keyin axlati qon aralash, ko'psimon, suyuq holatda ichib o'tadi. Shuningdek, buzoq ichib o'tganda sut berish miqdorini kamaytirib, sut o'rnini bosuvchi elektrolitlardan berish kerak. Bu o'sha diareyani yanada rivojlanib ketishini oldini olishini kamaytiradi.